shaxsiy byudjet o'zi qanday tuziladi? Shaxsiy byudjet, ya'ni elektron ko'rinishda, ya'ni Excel ko'rinishda tuzish mumkin bo'ladi. Yokida oddiygina qog'oz ruchka daftarda olib buni yozish imkoniyati mavjud. Ya'ni birinchisi nima qilinadi? Birinchisi moliyaviy ma'lumotlar to'planadi. Ya'ni o'zingizning shaxsiy, ya'ni moliyaviy ma'lumotlar kerak bo'ladi. Bu sizni hozirgi kundagi, ya'ni moliyaviy holatingiz qandayligi, bank hisobotlari bo'lishi mumkin, daromad ma'lumotlarida to'lovlaringiz va shular bo'lishi mumkin. Undan keyin daromadni hisoblash kerak bo'ladi. Ya'ni sizni oylik ish haqingiz qancha, qo'shimcha daromadingiz bo'lsa, ular qancha, dividendlaringiz bo'lishi mumkin va ijaralaringiz bo'lishi mumkin-da. Shundan so'ng ya'ni xarajatlar qismi bo'ladi. Xarajatlar, ya'ni o'zimiz oylik xarajatlarimiz mavjud, ular yoziladi va bizda shunda daromadlarimiz bir tomonda, ikkinchi tarafda xarajatlarimiz turadigan bo'lsa, ularni solishtirish imkoniyati bor. Ya'ni qancha daromad qildik, qancha xarajat qildik va bu narsa oyma-oy tuzilishi lozim bo'ladi. Shunda sizni shaxsiy, ya'ni byudjetingiz, shaxsiy moliyaviy holatingiz qandayligi aniqlash imkoniyati mavjud bo'ladi.